Salam, muhaciretki aziz Uygurlarım, Uyguristanlık qarindoshlar. Tünügünün yağı Türkiye'de yüz bergen, yani Türkiye İstanbul'daki Zeytinburnu degan joyda ichilgan Berket restoran degan oshxonada yüz bergen jidalla meni qattiq o'ylantirdi qarindoshlar. Bo'libmi bu jidalning oxirida Boran doktor bilan Kibir hojimning aplashib yarışib qilishiga muhaciretdeki bir kısım Uygurlarning naiti pasif energiyalarni taqtib, yana inkaslarni yizib, haqoratlab, hattoki shu Boran doktorni kichik bolalarga o'qitishi ichimni ochiq qildi. Ichimni qattiq ochiq qildi. Biz Uygurlar mushundaq bir-birimizga rahimsizlashib ketdik-mi qarindoshlar? Bizning hozir vatanimiz qaytanmaymiz. Muhaciretda dunyoning har qaysi joylaridan mana kelib, ya Kanada, Amerika, Yevropalarga berib, mushundaq sargandarchilikda yashayapmiz. Teshimizda yet o'ynab, ichimizda nazar qilyapmiz. Teshimiz kulsimi, ichimiz yig'laydi bizning. Ichimizdan chiqirib kulanmaymiz. Mushundaq ahvol ostida ikki ziti va Uyg'urninki yarışib qilishi, bir-birisi bilan aplashib qilishi, bu olqishlashga tegishlik, xo'sh bo'lishga tegishli ishlar. Ammo hozir bizning Uyg'urlarimiz shu qadar rahimsiz bo'lib ketibdiki, yarışib qolgan kishilarni maydoni yo'q. Kichik baliq o'xshash oyoqdan urishib, oyoqdan aplashib, turli gaplar bilan haqni mushundaq tilga azor berib ketgandir. Ajoyib inkaslarni yozdi. Buni ko'rib hayron qoldim men. Boran doktorni kichik bolalarga o'xshib ketibsa, qara, men sana deb beray. Balalikqa qaytish bu degan nihoyatda cho'ng bir nima deymiz endi? Haqiqiy hayotga qaytgan bo'lsa, bu vaqt bolalar, kichik bolalar degan hayotdan simvoli, yangi hayotdan simvoli. Sen qarab baq, atrofga bu vaqt bolalarga bo'lsin va kichik bolalar qarab baqsin. Terlari nihoyat yumron bo'ldi. Badan ustixonlari nihoyat yumron bo'ldi. Ammo sen ishi 60 dan oshgan yoki sakrat tushib qolganlar qarab baq, ustixon terlari qaytib ketdi. Qazoq ketgan odamlar qarab baq, barmoqlarini ajratolmaysa, ustixonlarini ajratolmaysa, qo'llarini qayraolmaysa, qayirsang sunib ketadi. Yog'och ulab ketadi, o'tan bo'lib ketadi. Daraxtmi shu? O'ladigan chog'da o'tan bo'lib ketadi, qattiqlashib. Hayotning kuchli vaqtida postini tutmoq yumron bo'ladi. Demak, Alloh dunyoni shunday yaratgan. Birovninki kichik bolalardek ish qilishi u zongli qilgan ish emas. Aksiya u odamning qalbida bir sabiy go'dak boladek bir qalbning bo'lishi u degan faxrlangudek ish u. Biz jamiyatga chiqib mana turli bisimlar bilan hozir insoniylikni yo'qotyapmiz. Eskilishib ketdik biz. Mehr muhabbat yiroqlab ketib susishib ketdi. Xitoyni zongli qilamiz. Ammo sen Xitoy qarab baq. Amerika qarab baq. Men burun shu Brooklyndagi 8-ko'cha tug'an vaqtimda shu yerdagi Xitoylar menga deb bergan. Shu Changli degan bir shaharning Xitoylarini ko'chirib kelgan Xitoylar deb. Bir shaharning odamlarini ko'chirib kelibdi-ki, beshida chiqqanlari. Changli degan yana. Bir Xitoy oshxonasi fujanlik. 72 pushti qarindoshlarni hammasi akib yo'lab yurib atrof qoshqizdi. Bir dukan sun va yoki bir biznesini qilsin, o'zining qarindoshlarini atrofiga yig'ib akilib tan qildi. Shuni bular dunyoning hamma yerida bir surib ketdi, ko'payib ketdi. Biz shu bir oshxonasi Uduldagi joyga yana bir Uyg'urning oshxonasini xohlamaymiz. Amal va oshmizga deymiz, o'xsha tijorat qilmizga deymiz. Qissa aran turimiz haqni qo'lab o'raknoshga yig'itib etganlar. Kumuytimiz to'p tashlab. Bu bizningki Uyg'ur degan nomimizgami to'g'ri tushmaydi bu. Oltasan, qopishsan deyishir ekansa, musulmonlar o'zaro adovat saqlasi bo'lmaydi, ziddiyatlasi bo'lmaydi deb. Haq yarışib qolsa, hamda haqni tillaydi ekansiz. Bu ishning jarayoni oddiy ekan. U tejidagi mashina Qozog'iston konsulining mashinasi ekan. Xitoy konsulining mashinasi emas ekan. Ichidagi ishlar hamda Boran doktor o'zim yozibdi ahvollarni biroq. Uzun gapning qisqasi, sen o Kibir hojimninki Xitoyning jasosi ishpion ekanligini sen isbotlaydigan qo'lan isbot bormi? Sen bir samallab berma, agar sening qo'lingda aniq dalil isbot bo'lsa, sen Turkiya istixborot organlariga berib pash qil. Shular bir taraf qilib bersin. Bundan burun 7 nafar Uyg'ur munofiqni tutqanga o'xshash, jasos ishpionni tutqanga o'xshash. Ammo qo'lingda unda isbot bo'lmagan ekan, sen qarab turib haq unda to'kmat qilsang bo'lmaydi. Sen tamning kayniga o'tilib, to'rlarda haqni to'kmat qilib, Xitoyning jasosi ishpionni deb haqorat qilib
o'zingning turmushingni mang'alig'ing bilan yosh 60 yoshda oshgan boylarga, xonimlarga eg'ir keladi, haq og'rib qoladi. Haq ko'tarolmaydi uni. Sen shuni o'yladingmi? Shuna bu Boran doktorninki yurtcho'nlarning kayni kirib odamlar bilan aplashib qilish, yarishib qilish bu yaxshi ish. Shaxsan men bu bir qism videolarni chiqarman muhojiratga Uyg'urlarning. Merkuz shu videoga aloqador odamlar men bilan aloqalashgandan keyin ishning jarayonini chiroyli tushuntirsa men uchirayman. Mirzat apandim ishning ahvoli miyadan miyagacha bu ish siz o'ylagandek emas deb. Agar chiroyli tushuntirmasa, chiqibla meni tillasa, haqorat qilsa ayrim xonlarda qalayim qankasani yasam men uchamayman. Turaverdi u. Bu adamninki, bu kibrajimninki Boran doktor bilan ko'rishib, quchoqlashib qilishi bo'ldi. Dadisidek odam u. Saqilni so'rab o'zining kichik bir balaning oldiga igilish unda oson ish emas. O aqasin uning dort qanday pas bo'ladi deb tiznib pas bo'lamdi. Aqasin kim bo'lsa, torning kayniga yutulib haqni uni buni deb xohlagan inkas yozalgan bilan nochans o'zini ko'rsatib qilaqini. Sen to'g'riliq bir ikki qiz video ishlab qo'yayki, biz men so'zlab haqida ko'tara olamsan-ki qini. Hozirlam tushib 3 kun kirib ketsa, ko'taranmagashga chashqanning to'shigida yashagandek yashayotsan mumkinlab. O Boran doktorning o ekranga bununga onun teklif qilib, aqasin o YouTube'da iqim miqdori, Facebook'da adam pintoz jig'alig'ining bilan kaglikning hammasi ashqashqa odamlar keladi. Boran doktorning qilgan xatolik yerlarim bor, haqni ashqansiz kirib chini chaqadigan, taqs chaqadigan unda huquqi yo'q. Sen bu United States Amerikalarda unda ish qilsang, hozir polis keladi. Sen aksidu bara yaran ketsa shu. Sen kimni haqni ashqansiz kirib taqs chaqadigan? Chini chaqadigan, u degan sizinki yerang emas, u ya sining oshxonang emas. Bunday ishni tejida qilishing kerak. Qila olasan, yuriging bo'lsa. Qilamisan, haqninki normal biznes qilayotgan yeri kirib qalayim qancha chiqasan bo'lmaydi. Sen ma United States xalqam rashqan chinchiq baqa. Oshxondan keyin ishlatgan tongjondan tat menjongacha kaltak to'qmoq ko'tarib chiqib, urib seni chalo'la qilib qo'yish mumkin. Ko'taramaysan uni. Ko'taramaysan. Elim o adamlar eg'irlik qilibdi. Bu ish chiroyli tugabdi. Tugagankan, bu ish mushta tugash kerak. Oxirda aytganim, unda az ko'p ketmanglar qarindoshlar. Xitoydan bir gap bor, sharim bugo to'diyan deydigan. Revolution round, shayning bugo deydigan. Har qanday askilikning cheki bor. Har qanday yovuzlikning, har qanday bo'yni qattiqlikning cheki bor. Bo'ynini qattiq qilaversan, hamon bir kun sunisa shu. Maydonlarni belgilashib oldi ekansan, maydonim bor, paydonim bor deb. O'zing sizib qo'ygan chemrakning ichiga boshqalarni akirma deyma. U sening maydoning, u xalqning maydoni emas. Tushundingmi? Bugun Amerikada yozilgan bo'lsa, hozir Avstraliyada qish bo'layotdi. Xudoyim shunday yaratgan bu dunyoni. Olam sistemasiga qarab boqamiz yumaloq. Sen o'zing bir chambar sizilib, shuni akirib, kirmagan odamning maydoni yo'q desang, u kulkili bo'lib qoladi u. Bu chiroyli tugabdi, bo'ldi, tugusin. Oxirda deydiganim azroq bir mehr muhabbat bo'lsin qarindoshlar, o'zinglarga bo'lgan, bir-biringlarga bo'lgan. U darajada az ko'p ketmanglar. O'tnalam bu. Bugun esa haqning ko'zini yashaq qilsang, elchisining ko'zini qana qildi. Mani bilinglar. Ma'qul qarindoshlar, rahmat.